Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana Namangandamiz. Katta klinikani tomoni oldik. Общий объемimiz 250 kvadrat. Bugun ertalabdan tushdik. Xudo xolasa yarmini birinchi logini bo'ldik. To'liq tugagan holda mana tomda holati mana to'liq holatga tushgan. Bugun kech bo'ldi. Yarmi tugadi. Yarmi Xudo xolasa ertaga qolganini ham tugatib o'ramiz. Mana ishimizda holati hozir birinchi logi bo'ldi. Xudo xolasa xuddi shu joyga ertaga obedgacha ikkinchi logi quyiladi. Hurmatli negativchilar, tomga pena bo'lmaydi deb yozyapsizlar. Sizlar nimaga tomga bo'lmasligini aytsalaring, men nima uchun tomga pena kuyish mumkinligini aytaman. Chunki bu davlat standartiga javob bergan narsa-da bu. Xudoga shukr, dom klinikalarga kuyib kelinyapti. Endi yorilib ketmaydi. To'siniz ingichka bo'lmasa, vassani hammasi mixlab qoqilgan bo'lsa, hech qanaqasi yorilmaydi. Narxidan qochib turib, misol kimdirlar 5 sentga kuydirishi mumkin. Bu narsa eng kamida 7 sent kuyilish kerak. 7 sent bo'lgandan keyin yorilmaydi. Eng kami. Hozir bu joyga 7-8 kuyib beriladi deb aytilgan. Ertaga inshaalloh shuni sifatli qilib kuyib ketiladi. Mana tomda ahvoli. Mana shu holatda ertalab. Biz o'zimiz kelishilgan holatda hozir Namanganda To'raqo'rg'on tumanidamiz. Bu joyga 250 kvadrat uchun keldik. Materiallarimiz o'zimizdan, mana yozilgan materiallari bor. Spesialni. O'zimizdan gipsimiz ham ikkinchi sort gips. Sifat bo'yicha o'rtachasi. Buni tarkibida nima bo'ladi degan savollarga buni tarkibida sement, gips o'zini qo'shilgan Xitoy parashogi bo'ldi, tamom. Buni qulay tomonlari shundaki, qulay tomoni. Tomga yengil. Mana shu hozir ikkinchi qavatdamiz. Tomga yengilligi uchun. Bu bir. Ikkinchidan issiqligi uchun. Qishki kunida misol uchun hozir bu katta klinikani isitishdi. Qishki kunida o'zlaring bilasizlar, bu oson ish emas. Akamiz shuni oldini olish maqsadida ham tomga yengillik bo'lsin deb shuni kuydirishyapti. Yozgi kunida salqin bo'ladi. Yozgi kunida endi sovutish ham oson emas-da. Bu hozir 7-8 sent kuyilgandan keyin kakti termiz bo'ladi. Tashqaridan kelgan issiqlikni misol uchun yozgi kunida ichiga qo'yib yubormaydi. Qishki kunidagi xonalarda ichidagi issiqlikni tashqariga qo'yib yubormaydi. Hozircha video syomkamiz shu. Narxlarga keladigan bo'lsak, 35 ming so'mdan 40 ming so'mgacha kuyilyapti. Bu qaysi holatda? Ob'yom 100 kvadratda yuqori holatida bo'lsa, plus 5-6 santimetrni 7 santimetrdan 10 santimetrgacha 40 ming so'mdan 45 ming so'mgacha. Kimgadir shunaqa xizmatlarimiz ma'qul kelsa, yoqsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.